Umr Lochini studiyasi namoyish etadi. Mening ismim Murat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kech, hammaga alangali salom. Men O'zbekiston Respublikasining Qo'shtirnoq ichidagi xo'rlangan fuqarosiman va shu bilan birga qonunga bo'ysunuvchi, chiziqcha itoatkor qavs ichida endilikda talabchan bo'lishga majbur bo'lib kelayotgan fuqaroman. Men hozir aniq va to'g'ri fikrda ikkiga bo'lib tushuntirib aytganimda, O'zbekiston Respublikasi ona vatanimizda shaxsan o'z fikrim bilan, o'z so'zim bilan shuni aytmoqchiman. Vijdonsiz va vijdonli vatandoshlarimiz bor. Bu vijdonsiz, adolatsiz, haqiqatni yashiradigan tuhmatchi nohaq jazolab, mansablarni suiiste'mol qilib, oddiy qilib aytganda samasud qilib, qalbaki hujjatlar tuzib, uni ishlatib, uni muhrlab, uni tegishlilarga taqdim qilib, meni qoralab, o'z bilgan ishlarini qilib kelayotgan yuqoridagi tegishli organ xodimlari, tegishli shifokorlar, tegishli mansabdor shaxslardir va ularga xizmat qiluvchi adolatsiz ba'zi bir fuqarolardir. Siz vijdonli vatandoshlarimga kelsak, men sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Allohga omonatsizlar. Men tug'ilib o'sgan ona vatanimizdan, ota-bobom tug'ilib o'sgan ona vatanlari Qozog'iston Respublikasiga kelib ishlayapman. Chiroyli qilib aytganimda, O'zbekiston poytaxti Toshkentdan Qozog'iston poytaxti Astanaga kelib ishlayapman. Musofirman, mazlumman, ojizman va bemorman. Ya'ni qarangki, sahr kasali bo'libman. Alloh bergan dard, Alloh shifosini ham beradi. Inshaalloh, amin. Bularning hammasi bejizga emas. Mana shunday ahvolga tushishim. Men haqiqatni gapiraman diktafon bilan. Haqiqatni eshitgan yuqoridagilar, men murojaat qilganlar, hammasi ko'z yumib kelyapti haqiqatlarga. Hozir esa mana shu ahvolda shunchalik yuragimga ular zarba berish bilan shug'ullanmoqda. Ularni qanchalar adolatsiz ish qilayotganliklarini tushuntirib isbotlab berishga shunchalik ko'p narsalarim borki, afsus, hammasi eshitsa-da, hammasiga ko'z yumayapti. Endi barchasini Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevga YouTube orqali yetkazmoqdaman. 11-aprel 4-oy 2025-yildan boshlab. Chunki arizalarim prezidentimizga, ya'ni yurtboshimizga yetib bormayotgan ekan. Siz vijdonli vatandoshlarim, sizlar hammasini ko'rib kelyapsizlar. Ona vatanimizda nimalar bo'lyapti? Prezidentimiz xabari bor, yo'qligini o'zi yaxshi biladi. Lekin meni fikrim, prezidentimiz xabar bor hammasidan. Lekin shunda ham baribir qonuniy yo'l tanlagan holatda, vijdoniy yo'l tanlagan holatda Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga murojaat qilishdan boshqa choram yo'q. Hozircha ona vatanimizda yagona inson bo'lib turgan, ya'ni men murojaat qilishga yagona inson bo'lib turgan bu Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, bizning prezidentimiz. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, siz hammasini eshitib turibsiz. Ushbu zapni eshitgan ekansiz va bu yana sizga takroriy adolatsiz ishlarning biridir. Mendan boshqa yana qancha inson xo'rlanmoqda. Siz hammasini ko'rib turibsiz. Afsus, bularning chorasini ko'rmayotganingizdan ta'jubdaman. Nega bunaqa deyapsan desangiz tushuntirib berishga qodirman, Alloh qodir qilganchalik. Chunki meni ko'zim ko'rib kelyapti hammasini. Ongim muhrlab kelyapti. Dalili qo'limga tushib kelyapti. Har tomonlama ona vatanimizdagi tegishli yuqoridagilarni kirdikorlari. Zapsini qisqaroq qilmoqchiman.
Adolatsiz vatandoshlarim to'g'risida so'zlarim tugadi. Vijdonli vatandoshlarim, sizlarga kelsak, sizlar bilan oxiratda jannati bo'laylik. Hozir esa bir yoqadan bosh chiqarib, xalq va qonun, vatan uchun sofdil, odilona xizmat qilgan holda sofdil, odilona bir kuch bo'laylik. Albatta, bir yoqadan bosh chiqarib. Men sizlarga qonuniy, vijdoniy yo'lni taklif qilaman. Chunki adolatsiz insonlarga o'xshab har qanaqa jinoiy ishlarni sizlarga maslahat bermayman va sizlarga, ya'ni sizlarni duchor bo'lishlaringizni xohlamayman. Unday yomon ishlarga sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Allohga omonatsizlar. E'tiborlaringizga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sizlardan bir narsaga jiddiy e'tibor berishlaringizni so'ramoqdaman. Ya'ni o'g'ri odam diktafon yoqadimi yoki o'ziga to'g'ri odam diktafon yoqadimi? Bu o'ta jiddiy masala. Men doim diktafon bilan muloqotlarni yozib kelayotgan, xo'rlangan O'zbekiston Respublikasining fuqarosiman. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Men ushbu murojaatli videom orqali sizga ba'zi bir vaziyatlarni aytib o'taman. Eng avvalambor siz ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasida qaysi boshqarmada, qaysi qishloqda, hattoki qaysi xonadonlarda nimalar bo'lib kelayotganligini hammasini yaxshi bilasiz. Chunki siz shu yurt, ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasida tug'ilib o'sgan va ketma-ketlik darajasi bilan mana shu prezident lavozimigacha yetib keldingiz. Lekin siz ko'rib kelayotgan va xalq murojaat qilayotgan adolatsiz ishlar nima uchundir sizni davringizda davomiy tarzda rivojlanib kelmoqda. Bu masala sizga qanchalik ahamiyatli bilmadim-u, lekin menga nisbatan bo'lgan barcha nohaqliklar menga har tomonlama, bir gap bilan oddiy qilib aytay, yoqmayapti. Sizga murojaat qilib, qo'pol aytganda baraka topmayapman. Nima emush, mani murojaatim sizga yetib bormayotgan ekan, arizalarim. Shuning uchun men YouTube orqali murojaat qilishga qaror qildim. Agar meni fuqarom deb qabul qilsangiz, menga Telegram orqali bog'laning yoki WhatsApp orqali bog'laning. Ko'rishib, gaplashsak minnatdor bo'lardim va qo'shimcha materiallarni, dalillarni, bor haqiqatlarni yoritilgan holatda sizga yetkazardim. Hozirgi vaqt, bugungi kunda meni hujjatlarim bulg'anib, tuhmat bilan qoralanib, na ishga kira olaman, na nafaqa olaman. Nafaqa olishga meni yoshim yetmaydi. Hozir 45 yoshdaman. 1 fevral 2-oy 1980-yil tug'ilganman. Pulsizlik sabab mana musofirlikdaman. Bugungi sana 28-may 5-oy 2025-yil chorak asr. Soat 21:40 o'tdi. Qozog'iston Respublikasining Astana shahrida. Meni ona vatanimizda xo'rlab, sharmanda qilib, har xil ahvollarga solib kelayotgan tegishli organ xodimlar, tegishli shifokorlar, tegishli mansabdor shaxslar va sizlarga xizmat qiluvchi tegishli fuqarolar. Sizlarni avvalambor Alloh choralaringizni ko'rsin. Allohga topshirdim, tavakkal qildim. Qolaversa, bu adolatsiz ishlarni to'g'ri yo'lda ham qonunan, ham vijdonan, ham shariatan, ham mantiqan to'g'ri hal qilishga
Alloh qodir qilganchalik bor kuchim bilan kurashaman. Chunki mening nomim oqlanmaydi. Meni tuhmat bilan qoralangan nomim oqlanishi uchun sizlarni asl basharalaringiz fosh bo'lishi kerak. Aks holda men tuhmat sud qarorlari, tuhmat sud ajrimlari va tuhmat ruhiy kasal hujjatidan xalos bo'la olmayman. Shuning uchun bu dunyoda ham, u dunyoda ham men sizlarni bu adolatsiz ishlar yakun topmas ekan adolatli tarzda men hech qachon to'xtamayman. Avvalambor Alloh bor, qolaversa Alloh qodir qilganchalik men kurashaman. Bu menga nisbatan adolatsiz, ya'ni ilk adolatsiz boshlangan ish 2013-yili 17-avgust va 19-avgust 2013-yili boshlangan va bu jiddiy tarzda kuchga kirishi uchun 4-aprel 4-oy 2014-yili amalga oshirilgan va o'sha kundan boshlab men bu yo'lga tushganman va mana shu kunga qadar bir necha bora har tomonlama xo'rlanib, nohaq jazolanib, qoralanib, hattoki sharmandalar bo'lib, mana qanchalik qiynalib kelyapman. Sizlarni ota-onalaringizga rahmat. Hammalaringizni adolatsiz, vijdonsiz, tuhmat qilib, menga tuhmat qilib, meni xo'rlayotgan mening adolatsiz vatandoshlarim, tegishli yuqoridagilar. Aziz vijdonli vatandoshlarimga Allohdan dunyoda qanday yaxshilar bo'lsa hammasini tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.